Hop, mavzuyimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz mahrajni irratsionallikdan qutqarish degan mavzu. Demak, qaranglar, irratsional deganlar ildizli sonlarda, ya'ni mahrajda ildizli son kelib qolsa, o'sha ildizli sondan mahrajni qutqarib ketishimiz kerak ekan. Ya'ni bizlarga mana bunday tartibdagi misollar keladi, diqqat bilan qaranglar. Misol uchun bittasi ildizosida 2. Mahrajda ildizli son kelsa, o'sha ildizli sonni qutqarish va irratsionallikdan qutqarish degani. Demak, ildizli sondan qanday qilib mahrajni qutqarasan? Diqqat bilan qaranglar. Mahrajda qanday son tursa, o'sha sonni, misol uchun nima turibdi mahrajimizda hozir? 2 turibdimi? Demak, xuddi o'sha 2 dan surat mahrajni ko'paytirib olamiz. Mahrajda nima ildiz turgan bo'lsa, xuddi shu surat mahraji ko'payib oladi. Yo'qnas hozir qisqartirib tassak yana shunga o'tamiz, lekin bizlar qisqartirmaymiz. Aynan irratsionallikdan qutqarishni shu ishni qilishimiz kerak ekan. Bir kere ildizosida 2, ildizosida 2, ildizosida 2, ildizosida 2 ko'paysa ildizosida necha bo'ladi? Bitta ildiz kirib 4 bo'lib ketadi. 4 dan necha chiqadi keyin? 2 chiqadi, lekin tepada asl qolib ketadi. Bo'ldi. Mana bu holatdan bu holatga o'tdik va bular bir-biriga teng. Muhimi mahrajda ildizli son qolmay qoldi. Maqsadimiz ham shu edi. Ildizni qutqaryapti-ku bizlar. Mana shunday tartibda qutqarib ketilaveradi. Mana shu ikkinchi misolimiz 3 tasi ildizosida 5. Mahrajda ildizli son turibdi. Irratsionallikdan qutqaring deyapti. Nima qilaman? Surat mahrajga ildizosida 5 dan ko'paytirib olaman. Tepa ildizosida 5, pastchi 5 kara 5 25 bo'ladi. 25 dan 5 chiqib, tepa ildizosida 5 bo'lib mana bunday qolaveradi. Menimcha xalq tushundi. Mahrajda aynan 5 mi? 5 5. 2 mi? 2 2 ko'paytirib olsang bo'lar ekan. 3-chi savol. 2 taqsim 3 ildizosida 7. Irratsionallikdan qutqaring dedi. Ya'ni yakka ildiz emasda. Agar yakka ildiz turganda nima qilardik hozir? Mana shu yakka o'zi bo'lganda 2 taqsim ildizosida 7, ildizosida 7, ildizosida 7 qilarmidik? Mahraj ildizosida 7 turgan bo'lsa, ildizosida 7 dan so'ra mahrajni ko'paytirasan. Qisqartirsak yana shunga qaytaverasan. Lekin bizlarning misolimizda hozir olti nimasi bor? Soni bor. Son bo'lgan holatda ham faqat ildizni o'zini ko'paytirasan, soni turaveradi yakka o'zi. Hamma tushundimi? Hozir mana yana qisqartirsak yana shu holatga kelaman. Tushundingmi? Yana tepa nima bo'ladi? 2 ildizosida 7, mahrajimizcha 3 turib turaveradi. Mana ildiz bir xilliklar kirib ketadi ildiz ichiga. 49 bo'lib kirib oladi. 2 ildizosida 7, 49 dan 7 chiqadidan 3 ko'payib 20. Mana irratsionallikdan chiqadi. Tushunarli bo'ladimi? Mana biz uchun 4-chi yana qaytadan ko'rsataman. 2 ildizosida irratsionallikdan qutqaradi dedi. 5, 2 ildizosida turaveradi. Faqat surat mahrajiga nimadan ko'paytira olar ekanmiz bitta? Ildizosida 3 bo'lgani uchun 3 3. 7 bo'lsa 7 7, 5 mi? 5 5, 2 mi? 2 2 ko'paytirib olamiz ildizosida. Tushungan. Endi davom ettirsak, tepa nima bo'ladi? 5 ildizosida 3, pastimiz 2 ildizosida 3 kara 3 necha bo'ladi? 9. Demak 5 ildizosida 3 6. To'g'rimi? To'g'ri. 5-chi misolimiz 6 taqsim 5 ildizosida 2. Irratsionallikdan qutqaring deyapti. Demak, buni irratsionallikdan qutqarishligimiz uchun 6 5 ildizosida 2 ildizosida 2 ildizosida 2. Demak, tepa 6 ildizosida 2, pastimizchi 5 ildizosida 4 bo'ladimi? 2 kere 2 4 bu. 4 dan keyin 2 chiqadi. 2 chiqib 5 ga ko'payib 16 ildizosida 2. Lekin oxirida chiqqan javob kasrli, o'sha paytgacha qisqaradigan kelmadi. Oxirida irratsionallikdan qutqarganidan keyin chiqqan javob qisqaradigan bo'lsa, qisqartirib keting dedi. 2 ga qisqartirsak tepada 3 qoladi. Pastda 5 qoladi. Oxirida qisqaradigan javob keladi az holatlarda. Qisqaradigan desa qisqartirib ketaverasizlar. Tushungan menimcha. To'g'rimi? Xo'sh, endi sal qiyinlashtiramiz. 6-chi misolga o'tamiz. Hozir bu irratsionallikdan qutqarishning eng sodda usullari edi. Menimcha hamma tushundi. Ana endi 6-chi misolimizda mana bunaqa holatlarda irratsionallikdan qutqarishlar keladi-da. Mana misol uchun mana bu. Ya'ni yakka ildiz emasda. O'sha yakka ildizga nimadir qo'shilib yoki nimadir ayrilib kelib qoladi. O'shanaqa vaziyatda bularni qanday irratsionallikdan qutqaramiz? Yaxshilab qarab o'rganib olsang bo'ladi. Demak, mahrajda nima turgan bo'lsa, yana xuddi birinchi shuni qaytadan yozib olaman. Nima turgan bo'lsa, shunday qavsga olasizlar. Yig'indagi holatda shunaqa qilinadi. Mana bu holatda nima qilishni tushunib oldik. Endi bunaqa holatlarda nima qilish kerakligini tushuntirib beryapman. Qarang. Shunday yozib, faqat shuni yozilgan qavsga olasizlar. Ko'paytma. Katta. Xuddi shu narsani kopiya qilib minuslikdan yozib olasizlar. Agar minuslik bo'lsa, shuni plusiga qilib yozib olasizlar. Qanday tushundik-ku? Endi nima bo'ladi? Diqqat endi eshitinglar. 1 kere ildizosida 2 minus 1. 1 ga istalgan sonni ko'paytirsang o'zi-ku, shuning uchun o'zini yozib olaman. Pastimizchi? Pas formula o'qib e'tibor bergan bo'lsalaring, to'g'rimi?
ikkita bir xil narsa plus minuslikdan tursa bu formula bo'ladi va minuslik qavs bo'yicha ishlaysan. Mana buning kvadrati minus 1 ning kvadrati. Ildiz 2 minus 1 tepada turibdi. Pastchi mana bu kvadrat 4, 4 dan 2 chiqadi. 1 ning kvadrat va 1. 2 dan 1 desak 1 mi? Pastdagi 1 yozilmaydi. Demak natijamiz ildiz 2 minus 1. Mana buning qiymat mana bunga teng ekan demak. Menimcha tushungan hamma. Ha? Demak 7-chi misol ko'rsataman, qaranglar. 5 taqsim ildiz 7 plus ildiz 2. Irratsionallikdan qutqaring deyapti. Buni demak irratsionallikdan qutqarishim uchun mahrajda nima turgan bo'lsa, aytdim yuqorida, xuddi shuni qo'shmasini ko'paytirasan dedi. Ya'ni 5 pastda nima turibdi? Qavsga olasan, ko'proq bo'lsa har doim qavsga qo'yiladi. Xuddi shuni mana ko'rib turibsizlarki, minusikidan ko'paytirib olyapti. Plusdagi mahrajda. Shunday minusikidan ikki tarafga ko'paytirib olyapti. Yo'q narsa qisqartirib tashlasak yana shunga kelaveradi. Lekin qisqartirmaysan. Bu formula 5 turaveradi. Ildiz 7 minus 2 ham turadi ildiz ostida. Past mana formula. Ildiz 7 ning kvadrati minus ildiz 2 ning kvadrati mana bunday yozib olasan formula bo'yicha. Endi davom ettiramiz. Qaranglar. Tepada 5 ildiz 7 minus ildiz 2 pastda 5 bo'ladi. Mana 7 ning kvadrati 49. 49 dan 7 chiqadi. Buniki 4. 4 dan 2 chiqadi. 7 dan 2 ni aytsak 5 bo'ladi. Bo'ldi. Keyin mana 5 bilan mana yuqoridagi 5 ni qisqartirib yuborsang bo'ladi. Qisqartirib yuborsak nima hodisa ro'y beradi? Demak, ildiz 7 minus ildiz 2 ekan. Mana buning irratsionallikdan qutqarilgan varianti mana bunga teng ekan deb qo'ysak bo'ladi. Xalq tushundim menimcha. Mana bu doskapda ko'chirib olasiz. Hop. 42-chi misol birinchi qilamiz. Qaranglar, o'zi aslida biz irratsionallikdan qutqarishni nima uchun o'rganyapmiz? Aytib ketaman. Mana shunga o'xshagan misollar berilsa, bunga o'xshagan misollar uchun umumiy mahraj berilmaydi bolalar. Darslar beriladi, birdaniga berib ketilmaydi-da. Darsda birinchi bunaqa hisob kitoblarni mahraj irratsionallikdan qutqarib olinadi, so'ngra yechiladi. Mahraj berib, keyin qarab ishlanadi-da. Hozir buni to'g'ri umumiy mahraj berib ketsak, bu juda murakkab holatda chiqadi. Vaholanki chiqarishing ancha qiyinlashadi. Shuning uchun nima qilish kerak ekan? Darsda har birini irratsionallikdan qutqarib olasan, so'ngra keyin qo'yaversan. Demak boshlaymiz. Mana buni irratsionallikdan qutqaraman desa nima qilaman? Ildiz 11 plus 3. Chunki mahraj nima turibdi? Ildiz 11 minus 3 turganligi uchun surat mahrajga shuni plusidan ko'paytirib olyapman. 7 ta. Bunga esa ildiz 11 plus 2. Mahrajda 11 minus 2 turibdi-ku. Shuning uchun plus 2 ni ko'paytirib olyapman-da. Tushundingmi? Endi diqqat qaranglar. Boshlaymiz. Xo'p. 2 ildiz 11 plus 3 turibdi ayla suratda. Mana shuni qaytadan yozib oldim. Mahrajimiz formulaligini sizlar ham bilib tursizlarmi? Ya'ni minuslik bo'yicha ishlaymiz, to'g'rimi? Ildiz 11 ning kvadrati minusdan mana ildiz turibdi o'zi. 3 ta o'zi ekan. 3 ta o'zi ekan, adashib ketibman. 3 ning kvadrati 9 deb yozib qo'ysam bo'laveradi. To'g'rimi? Xo'p, minus keyingisi 7 ildiz 11 plus 2 edi ayla, mana turibdi. Taqsim pastda nima turibdi? Ildiz 11 ning kvadrati minus mana minus bo'yicha ishlaymiz, to'g'rimi? Buni kvadrati minus buni kvadrati. Buniki 4 bo'ladi. Tushundingmi? Har birini irratsional qilib. Endi nima bo'ladi? Mana 11 bo'ladi. To'g'rimi? 11 kvadrat 120, bak 11 chiqadi yoki kvadrat bilan qisqarsa 11. 11 dan 9 ayirsak necha bo'ladi? 2 bo'ladi. Shuning uchun mana bu 2 bilan ana 2 ni qisqartirsak bo'ladi. Tushundingmi? 11 bo'ladi. 11 dan 4 ayirsak 7 bo'ladi. Mana shundan chiqqan natija bilan mana 7 ni qisqartirsak bo'ladi. Bu mahraj yo'qolib qoldi. Ko'rlang, mahraj yo'qolib qoldi degani endi umumiy mahraj berishga hojat yo'q degani-da. Faqat irratsionallikdan qutqarsak bo'ldi ekan. Endi suratda qoldi ildiz 11 plus 3, suratda qoldi. Mana bu yerda. Bu yerda ildiz ta'sirlashtirib olsa, mana minus degani ildiz deb tomonidan ta'sirlashtirib yuborsak, mashg'ulotga keladi. Mahrajlar yozilmaydi. Chunki mahrajlar qisqarib ketdi suratda. Mana bu yerga qisqarib ketadi. 3 dan 2 ni aytsak, ana bu ifodani kelmadi, demak birga teng ekan. Demak bu ifoda mana shunga o'xshagan ifodalarni hisoblash uchun demak irratsionallikdan qutqarib, so'ngra yetishimiz kerak misollar hisobda bo'lmaydi. Mana uchun mana 43-misolning 6-si. 6 tasi ildiz 2 minus ildiz 3
to'rttasini nizosi 2 plus nizosi 3 nima deyapti? Hisoblayapti. Bunga o'xshagan misollarni demak yechish uchun shu gap irratsionallikdan qutqarib olish kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Boshlaymiz, mana bu irratsionallikdan qutqaramiz. 6 mahraj nima turibdi? Nizosi 2 minus nizosi 3 turibdimi? Suratiga nima ko'paytirib olamiz? Xuddi shuni plusiga ko'paytirib olamiz. Mahrajda minus tushundik-ku. Bunisini ham yozib olaman. 4 mahrajda nizosi 2 plus nizosi 3 turibdi. Suratga nizosi 2 minus nizosi 3 dan ko'paytirib olaman. Nizosi 2 minus nizosi 3 dan. Menimcha tushunarli bo'ldi. Bir xil narsani bular bu bir xil. Hozir yana qisqartirib yozsa meni xuddi shu narsa qaytaman. Nega qisqartirmay ekansan? Endi nima bo'ladi? Mana buni qayta yozaman yana. Ya'ni 6 nizosi 2 plus nizosi 3 qayta yozaman. Mahrajni irratsionallikdan qutqarib ketaman. Ya'ni bir xil narsa plus minusdan turibdimi? Nima qilamiz? Minuslik bo'yicha ishlaylik. Mana buning kvadrati minus nizosi 3 ning kvadrati. Bu minus nariga tarafga o'taman. 4 nizosi 2 minus nizosi 3. Bu yerda minuslik bo'yicha ishlaysan. Mana buning kvadrati minus nizosi 3 ning kvadrati. Bu endi diqqat, qaranglar nima bo'ladi? 6 nizosi 2 plus nizosi 3. Qaranglar. Mana kvadrati 4 dan 2 chiqadi. Mana bu 9 dan 3 chiqadi. 2 dan 3 tayyorsak nima bo'ladi? Minus 1. Mahrajda bir kelsa yozilmaydi, bilasizmi? Lekin minus chiqqan uchun u minusni lekin mana bu kesib qo'yamiz. Qanday kelgan shunday bu minusni? Ketdik mana bunisi. 4 dan 2 chiqadi, 9 dan 3 chiqadi. 2 dan 3 tayyorsak minus 1. Pastdagi bir yozilmaydi. Lekin uni minusi mana bu chiqib, mana bu plus qilib qo'ydi. Ha. Bo'ldi, mahrajlar yozmay ketdi. Ko'ryapsizlar, o'zi aslida mana shunga o'xshagan misollar yechayotganda ko'p holatlarda o'zi mahraj yozilmay, o'zi birga teng bo'lib qoladi, ba'zi holatlarda. Ko'p holatda o'zi deyadi, shunaqa. Mahraj bor. Hovuzdan ochamiz, o'xshash qadar hisoblab tashlaymiz. Boshlaymiz. Ochamiz mana. Minus 6 nizosi 2, 6 nizosi 3, 4 nizosi 2, 4 nizosi 3. Hovuzdan olsak shunga keldi. Endi nima qilish kerak? O'xshash qadar hisoblab tashlash kerak. Minus mana bu bilan mana bu o'xshash, bilasizlarmi? Ha, mana bu 6 nizosi 2 bilan 6 nizosi 3 soddalashtirib bo'lmaydi, ildizlar o'xshash emas. Tushunyapsizmi? Minus 6 plus 4 qarama-qarshi aylanib ketadidagi minus 2 nizosi 2 bo'ladi. Ya'ni mana bu ikki o'xshash-ku, mana bu ikki o'xshash. Minus 6 minus 4 minus 10 da berib ketadi. Ya'ni bir xil ishora-ku, qo'shilib ketib qoladi. Bu mana shunday holatda qoladi. Boshqacha holat bo'lishi mumkin emas. Endi bitta sizlarga vazifa beraman. Menimcha mavzu tushunarli bo'ldi. Boshqa narsa yo'q mavzumizda. Faqat bugungi mavzuyimiz shu irratsionallikdan qutqarish edi. Bugungi mavzuyimiz, hurmatli o'quvchilar, Usmonov 33-darslikda, 33-darslikda Usmonov 33-darslikda 37-misoli 38-39 43 xo'sh 44 kerak emas 45 bo'ldi, mana shu misollarni ishlanglar, yetarli. Tushunarli? Vazifa mana shu. Buni ham tushundilar. Shu bilan mavzumuzni yakunlaymiz. Xo'p, ildizlar mavzuyimizning tahririni boshlaymiz. Ya'ni Usmonov 33-darsga mos kelyapti, to'g'rimi? Demak, so'ragan savollarni tahlil qilishni boshlaymiz. Ya'ni ikkinchi misol. Ikkinchi misolning birinchini ko'rsatib beray. 3 nizosi 10 minusdan 2 bunda deyapti. Bunda a teng minus 3 a teng 3 a teng 5. Nima qilish kerak? Qaranglar. Bizlarga ifoda berilyapti-da. O'sha ifoda uchun qiymatlar ham berilyapti. Berilgan ifoda uchun nechta qiymat berilgan? 3 ta qiymat berilgan. 3 ta qiymat berilgani uchun berilgan ifoda 3 marta ishlanadi. Qaraychi, tushungan? Demak, birinchi marta ishlanishi. 3 nizosi 10 minus 2 a ni o'rniga nima qo'yib ishlaysan? Minus 3 qo'yapti-ku. Minus 3 qo'ysan, qo'yganini ko'paytirib keladi. Hisoblab tashlaymiz, boshlaymiz. 3 10 plus 6 3 16 16 dan 4 chiqib 12 bo'ladi. Hali tugamadi. Ikkinchi holatiga ham, ikkinchi holati ham bor. Buni 10 minus 2 endi a ni o'rniga endi 3 qo'yasan, musbat 3 qo'yasan. Davom ettiramiz. 3
10 ayrılgan 6. To'g'rimi? 2 3 6 ku. Demak, 3 ko'paygan necha bo'la ayirtashsak buni? 4 bo'ladi, to'g'rimi? 4 dan 2 chiqadidagi 3 ga ko'payib 6 bo'ladi. Hali ham tugamadi. 3 ildizosi 10 minus 2 endi a ni o'rniga necha qo'yish kerak? 5 qo'yish kerak, 5. Demak, davom ettirsak, 3 10 ayrilgan 10. 3 0 0 bo'ladi. 0 dan 0 chiqadi, to'g'rimi? 0 kala 3 0 ketadi. Bu shunday ishib ketaverasiz. Endi 18-misolni 22-siga o'tib ketamiz, qarang. Xo'p, 18-misolning 22-si bu formula bo'lib turibdi, bolalar. Ya'ni 5 ildizosi 2, 2 ildizosi 5, 5 ildizosi 2 minus 2 ildizosi 5. Bu 7 sinfdagi qisqa ko'paytirish formulasi bo'lib turibdi. Ya'ni bunday a plus b a minus b bo'lsa nima qilardik? A kvadrat minus b kvadrat qilib yig'ib olardik, esingda bormi? Shunday bo'lsa, shunday qilardik-ku. Ya'ni a minus shunday bo'lib turibdi, aynan bir xil narsa plus minus bo'lib tursa, demak minuslik bo'yicha a birni kvadratga ko'tarib, o'rtaga ayirib qo'yib qo'ysang bo'ldi deydi. Demak, bir xil narsa. Bittalar ochiq shart emas. Mana buning kvadrati ayrilgan, mana buning kvadrati. Bo'ldi, tugadi. Endi buni hisoblash qoldi. Qanday qilib hisoblaysan? Bedasan. 5 kvadrat necha? 2 ning kvadrati 4. 4 dan 2 chiqib oladi-ku. Minus 2 ning kvadrati 4. 5 ning kvadrati 25. Ildiz bo'lgancha 25 dan 5 chiqadi. Davom ettiramiz. Yillikdan 20 ni aytirsak, bu. Demak, javobimiz 30 ekan. 19-misolning 6-siga keldik. Xo'sh, 3 8 keyin ildizosi 2, 3 ildizosi 18. Diqqat qaranglar. Bizlarga aytayaptiki, foton soddalashtirib bering deyapti. Bitta narsani buni soddalashtirib berishdan oldin bitta narsani gapirib beraman sizlarga, qaranglar. 3 ta a plus 4 ta a minus 2 ta a. Soddalashtirilsa hamma biladi, soddalashtirishni. 3 ga 4 qo'shib 7 deydi. 7 dan 2 ni ayirib 5 olib ketaverasizlar. Nima deganim tushungancha. Agar mana bunday bo'lsa bo'ladimi? 3 ta ga 4 ta b ni qo'shsam, qo'shilasanmi? Bo'lmaydi, shu turaveradi. 3 ta plus 4 ta b plus 4 ta a minus 2 ta b bo'lsa, soddalashtirsa qanday soddalashtirardik? 3 ta ga 4 ta ni qo'shib 7 ta, 4 ta b dan 2 b ni ayirib plus 2 b deb shuna qilardik. To'g'rimi? Balki shu turish qolib ketarmidi? Men nima demoqchiman? Xo'sh. Daqiqa. Qaranglar. Xo'sh, bunga tushundik-a? O'xshash xatlar bo'lsagina soddalashadi, o'xshash bo'lmasa qoladi. Nima demoqchiman? Ildizlarda ham xuddi shunday. Ildiz ichidagi qiymatlar bir-biriga o'xshash bo'lmasa, umuman soddalashtirib bo'lmaydi deydi. Misol uchun, mana 3 ta ildizosi 7 ga, 2 ta ildizosi 7 ni qo'shaylik desa, faqat mana misol uchun 3 ta ga 4 ta ni qo'shsa 7 ta deb yozayotgandik. To'g'rimi? Keyin 7 ta dan 2 ni ayirsa 5 ta deb yozib qo'yapsan-ku. Bu ham xuddi shunday. 3 ga 2 ni qo'shasan 5 ildizosi 7 deb yoziladi. Shuni soddalashtiriladi. Tushundingmi? Yoki mana 6 ta ildizosi 3 bilan ayirib tashlab 2 ildizosi 3 ni qo'sh ildizosi 3 desa nima bo'ladi hozir? Ildizosi 3 ta hech narsa bo'lmasa, demak 1 bor deb o'ylaysan. Tushundingmi? 6 dan 2 ni ayirasan 4. 4 ga mayli hech narsa bo'lsa 1 bor-ku. 4 ga 1 deb qo'shadigan bo'lsak, qalay tushundik? Tushundingmi? Mana shunday. Bir xil bo'lsa soddalashadi. Bu yerda bir xillik bormi? Birontasi bir xillik yo'q. Demak, bir xillik yo'q ekan. Demak, bu soddalashma ekan. Deyishlik xato. Buni bir xillikka olib borish kerak. Senga ildiz berdimi? Demak, o'sha ildizni soddalashtirish uchun bular ildizni ichidagi qiymatlar bir xil bo'lishi kerak. Bir xil bo'lmasa, bir xillikka olib kirish kerak. Shunga harakat qilish kerak. Qanaqa harakat qilsak bo'ladi? Diqqat ketdik. 8 dan ildiz chiqmaydi. To'g'rimi? Lekin qisman chiqarsak bo'ladi. 8 ni men 4 kare 2 desam bo'ladi. Plus ildizosi 2 turib turaversak. Biz minus ekan mana bu yerda 3 ildizosi 18 ni 9 kare 2 deyman. Hamma tushunyapti-ku, menimcha nima qilyapkan. Endi 4 ta nima chiqadi? 2 chiqadi va yonidagi 3 ga ko'payib 6 ildizosi 2 bo'ladi. Plus ildizosi 2. 9 dan 3 chiqadi, 6 dan 3 ga ko'payib 9 ildizosi 2. Ana endi e'tibor beringlar. Hammasiz bir xil bo'ldi. Endi soddalashadi. Tushundingmi? Soddalashtirib tashlasak bo'ladi. 6 ga hech narsa bo'lmasa 1 bor. 6 ga 1 deb qo'shasan 7, 7 dan 9 ga ayirtasang necha bo'ladi? Minus 2 ildizosi 2. Bu degan javob mana shu bo'ladi.
Hamma shunday. Ildizda ichi bir xil bo'lsagina, ortda sonlarni, ya'ni koeffitsiyentlar ustida amal bajarsak bo'lar ekan. Aks holda mumkin emas. 21-misolni 5-ni ko'ramiz endi qaranglar. 5 ildizosi 8. Soddalashtiring deyapti. Bu ham shu gapda. Umuman soddalashmaydi. Ildiz hammasi har xil bo'lyapti. Agar har xil bo'lmaganda ham, mana bunday bo'lganda qaranglar. Mana bu o'rnida 8 o'rnida 2 plus 1/2 ildizosi 2 bo'lganda mana 2 qo'shib olaylik. 5 ga mana 1/2 degani yarim degan-ku. 5 ga yarimni qo'shsak 5,5 bo'larmidi? Ildizosi 2 deb yozib qo'yaveradi. Nima degan tushundim. Endi o'xshash bo'lmaganligi uchun buni hozirgi vaziyatda soddalashtirib bo'lmaydi. Shuning uchun soddalashtirib bo'lmaganligi uchun birinchi ildizlarning ichini xuddi yuqori holatdagidek soddalashtirib olaman. Demak, davom etiraman. Ketdik. 5 8 ni 4 ga 2 deyman. Bittasini turaveradi. Minus ekan. 18 ni 9 kere 2 deysam bo'ladi. Kara qilayotganda bitta, misol uchun 18 6 kere 3 ham 18. Lekin ildizdan chiqadigan kara qilish kerak-da. Tushunarli? Ketdik. Qaranglar. 4 ta nima chiqadi? 2 chiqadi. 5 ga ko'payib 10 ildizosi 2 bo'ladi. Plus 1/2 ildizosi 2 turaveradi. 9 dan 3 chiqadi. 2 ga ko'payib 6 ildizosi 2 bo'ladi. Bu davom ettirib tashlash kerak. Buni davom ettirsak nima bo'ladi? Qaranglar. 10 ga yarim, 10 yarim. Mana 1/2 degan yarim. 10 yarimdan 6 ni ayirib tashlasak 4 yarim bo'ladi. 4 demak sen nima nisbatdan chiqdi? 4 yarim. Ildizosi 2 deb mana yozib qo'ysak bo'ladi. Bo'ldi. Demak, nima qilish kerak ekan? O'xshash olish kerak ekan. Bo'lmasa soddalashmay turaver ekan. 21-misolning endi 6-sini ham ko'ramiz. 3 ildizosi 48. Mana shu misol qaranglar. Bu misolda ham biz hozir soddalashtirish uchun ildizni ichlarini bir xil qilib olish kerak. Bular birontasi bir xil emas. Bir xil qilib olish uchun sen miyani ishlatish kerak. Demak, nima qilaman? 48 necha kere necha deb olaman? 4 kere 12 demaylar. 4 dan ham chiqadi lekin biz to'g'ri. 4 dan chiqib ketganda 12 qolib ketdiki, mana buni ildiz ichida 12 qoldi-ku. Mana buni 12 ildiz ichida qoladigan kare qila olmaysan. Shuning uchun mana 16 kere 3 desak, 16 dan ildiz chiqadi-ku. 75 desa 25 kere 3 desak 147 dan esa 49 kere 3 desak bo'ladi. Qanday tushunadi? Hamma shunda. 16 dan 4 chiqib 3 ga ko'paysa 12 ildizosi 3. 25 dan 5 chiqadi. Buni oltida son yo'q-ku. Shunchaki o'zi keladi. Diqqat. 49 dan 7 chiqadimi? 7 shunday chiqib 7 bilan shartta qisqarib 1 ildizosi 3, ya'ni shunchaki ildizosi chiqadi. Tek? Yo'q, o'zi oddiy o'zimiz soddalashtirish kerak. Biz hammasi bir xil bo'ldimi? Endi soddalashadi. 12 dan 5 ni aytsak 7, 7 ga hech bo'lmasa 1 bor. 7 ga 1 deb qo'shsak 8 ildizosi 3 bo'ladi. Qarang, hamma yaxshi tushundimi menimcha? Endi keyingi misolimizga o'tamiz. Yaxshilab qarab e'tiborli bo'laverasizlar. Mayli? Xo'p, 22-misolimizning 3-siga o'tamiz bo'ldi. 22-misolimizning 3-si quyidagicha. Xo'sh. Bularga soddalashmaydi. Biroz o'zi bular ham soddalashmasligini bilib, mana qara chiqargan taqdirda ham soddalashmay turaver ekanda, ildiz ichini o'xshata olmaysan-da. Tushunyapsanmi? Lekin bizlarga savolda nima deb ildiz oldida turgan sonni kirgizing ichkariga deyapti. Ildiz oldida son turmasin deyapti. Agar hozir buni soddalashtiring deganda ham qaranglar, hozir soddalashtirib beraman, soddalashmay qoladi bu. Nima uchun degan ko'rsataman, qarab turinglar. 2, mana umuman karasi yo'q. Bormi? Yo'q-ku. Qoladi shu turish. Mana buni-chi 28. 4 kere 7 desak bo'ladi. 2 ildizosi 1/2. Mana bundan 2 shartta chiqib, shartta qisqarib ketsa ildizosi 7 qoladi. Mana bu 2 soddalashmaydi. Shot turish qoladi, hech narsa qila olmaysan. Chunki ildizlarning ichi bir xil bo'lsa soddalashadi. Misol uchun mana bunda mana. Ildizning ichi bir xilmidi? 6 ta sonlar ustida amal bajaradi. Ildizlarning ichi bir xil bo'lmasa 6 ta sonlar ustida amal bajarib bo'lmaydi. Tushundikmi? Shuning uchun bizlarga buni soddalashtiring demagan, buni o'chirib tashlayman. Bizlarga nima deganini aytib bering.
ildizning oldida turgan sonni kirit ildizni ichiga degan. Qanday kiritasan? Kvadrat ko'tarib kirasan. To'g'rimi? Bitib tursa kvadrat ko'taradi. Kvadrat ko'tarsa mana necha kiradi? 4 birtasi 2. Mana kvadrat ko'tarilib kirsa-chi? Birtasini 4 kiradi. 1 deki 1, 2 2 4 kiradi. Tushundingmi? Bu yana soddalashtirib tashlaymiz. 2 shartda qisqarsak, izosi 2. 2 shartda qisqarsa, izosi 7. Bo'ldi, shu tashqari. Bular ikkovini hisob kitob qilib bo'lmaydi. Menimcha hamma gapimga tushundi. Marhamat, doskamda ko'chirib olasizlar. Xo'p, 27 ni birinchi misolni ko'rishib boshlaymiz. Menimcha endi hamma tushunib oldi buni qanday ishlash kerakligini ham. To'g'rimi? Ildizlari shu turli xil bo'lsa, hisob kitobda bo'lmasligini bildi va bir xil qilib olish kerakligini ham tushunib yetdi. Buni olaman hozir. Birtasini 2, mana bu 64 ko'paygan 2 deb olsam 8 chiqadi. Nima uchun 2 ga keltiryapman? Yonida sherigiga 2 turibdim, mana ham 2 kana nechidir deb olishim kerak-da. Bu chiqib ketsa 2 ga bir xil bo'ladi. 72 ga nima desam bo'ladi? 36 kere 2 desak bo'ladi. Endi 64 da 8 chiqadi, 2 bilan shartda qisqarib 4 izosi 2 qoladi bu yerda. O'zi turaveradi buni. 36 dan 6 chiqadidan 2 ga ko'payib 12 izosi 2 bo'ladi. Davom ettirib nuqson qilib tashlaymiz. Hammasi ildizining ichi bir xil bo'ldimi? 6 ta soni orasida hisob kitob tashsak bo'ladi-da. Ya'ni 4 ga 7, 12 ga 7 ni qo'shsak 19 izosi 2 bo'ladi. Tushunarli? 3 savolga o'tib ketamiz. 3 savol ham shunaqa ekan. -2 taqsim 3 27 qaranglar. Xo'sh. -2 taqsim 3 27 ni nima deyman? 9 kara 3 deyman. 300 ni esa 100 kara 3 deyman. Mana 5 izosi chiqib turaveradi. Davom etiraman. 9 dan 3 chiqar, 3 bilan shartda qisqarib -2 qoladi. Izosi 3. 100 dan 10 chiqar, shartda qisqarsa 2 qoladi. 2 izosi 3. Bu yerda plus 5 izosi 3. Mana bu qisqarib ketadi. Bir xil qiymat qarama-qarshi qisqarib ketadi-da. Demak javobimiz 5 izosi 3 ekan. 4-misol. Bu ham shu gap. Xo'p, 8 ildizidan chiqmaydi-yu, lekin 4 kere 2 desak chiqib ketadi. 0.5 degan nima degan bola? 1/2 degan. 32 ni ham 16 kere 2 deymiz. Buyimiz 18 ni 9 kere 2 deymiz. To'g'rimi? Bundan 4 chiqadi, uzr 2 chiqadi, 6 dan 2 ko'payib 4 izosi 2. 16 chiqadi, 16 dan 4 chiqadi, 2 qisqarib 2 izosi 2. 9 dan 3 chiqar, shartda qisqarib -izosi 2 qoladi. Bu shunchaki hisob kitob tashlaymiz endi. Nima qilaman? 4 ga 2 ni qo'shaman 6, 6 dan izosi 2 dan bitta izosi 2 ayrilsa 5 ta izosi 2 qoladi. Tushunarli? 34-misolning endi nechinchisiga keldik? 11-siga keldik. 34 ning 11-si qanaqa ekan? 2 izosi 45, taqsim izosi 80. Nima qilish kerak? Buni ham xuddi shunday hozirgilarda kara-kara qilib chiqarib olsak, o'zi qisqarib ketadi. 9 kara 5, 80 desa 16 kara 5. 9 dan 3 chiqadi, mana ga ko'payib 6 izosi 5. 16 dan 4 chiqadi. Izosi 5 dan olib ketadi. Mana ga qisqarib ketadi. Tushundingmi? To'g'ri, bir xil qiymat bo'lsa. Buni ham 2 ga qisqartirib olsak, 3 taqsim 1,5. 1,5 qo'ysak bo'ladi. Bu shu bilan tahlilimizni yakunlaymiz. Menimcha hamma tushundiyu. Do'stlar, o'zingizlar. Darsimizni boshlaymiz. Ya'ni bizlar mavsum davomida, ya'ni rasalar qutqarishdan o'tgan dars. O'shalarni tahlillarini ko'rib o'tamiz. Demak, boshlaymiz. Xo'p, 37-mavzu misolimizni 12-sini ko'ramiz. 37 dan 12-si mana bunaqa misol ekan, qaraymiz. Ya'ni 5 minus 4 izosi 3 taqsim 5 izosi 3
minus 9. Mana shu misol. Demak, boshlaymiz irratsionallikni chiqarish. Qaranglar qanday qilib qutqaramiz irratsionallikni. Tepasi turaveradi. Irratsionallikdan qutqarish uchun biz nima qilardik? Mahrajda nima tursa, qo'shmaning qo'shmasini ko'paytirardik deganmiz. Ya'ni qo'shma degani nima degani? Agar mahrajda minuslik tursa, pluslik tursa, minuslikni surat mahrajga ko'paytirib olish deganida. Hozir qisqartirsak yana shuni beraveradi. Endi tepani 5 minus 4 izosti 3, 5 izosti 3 plusdan 9 mi? Pastimiz esa formula olib turibdi, ko'rib tursa. Bir xil narsa plyus minusdan tursa, formula bo'ladi. Qanaqa? Har birining kvadratlari ayirmasi. Minuslik bo'yicha ishlaymiz. Ya'ni 5 izosti 3 ning kvadratidan ayirib tashlaymiz 9 ning kvadratini. Demak, mahrajimiz nima bo'ladi? 25 bo'ladi. Mana bu kara 3 75 bo'ladi. 75dan ayirib tashlaymiz 9 ning kvadrati 81. Tepasini yana yozib o'tirmay, yana shu narsani ishlatib qo'yay. Bu narsani yozmayapman tepasini. Xo'p, bundan buni ayirsak necha bo'ladi bolalar? Minus 6. To'g'ri? Ana endi diqqat, hozir men tepasida mana hozir nima turibdi? Mana shu turibdi, to'g'rimi? Mana shu. Irratsionallikni qarang, soatga. Mana minusni yo'qotish uchun men nima qilsam bo'ladi? Mana bitta aylantirib olsam tashqari minus chiqib, mana minus bilan yo'qolib ketadi. Nima degan tushunarli-ku menimcha? Takda minus turmasligi kerak. Tepani bitta aylantirib olsam, 4 izosti 3 minus 5. Ikkinchi 5 izosti 3 plus 9 bo'ladi bolalar. Past esa 6 bo'ladi. Lekin kitobda orqasida bunaqa javob yo'q. Irratsionallikni biz qutqardik. Menimcha hamma hozir shu yergacha bo'lgan jarayonni tushundi. Biz qilgan ishimiz mahrajni minus turgani uchun plusdan ko'paytirish va ko'rib turganlaringizni soddalashtirib chiqdik. Bu holat yo'q. Nima uchun yo'qligini aytib beray. Tepasini ochgandagi bittada ko'p qat ko'paytirish mavzusini o'rgandik. Bittada ochib chiqqandagi o'xshash xatlarni hisoblab qo'ygan bo'ldi. Shunaqa qilgan. Kitobning orqasida javobda. Endi demak, boshlaymiz. Biz buni ochib chiqamiz endi. Ketdik. 4 kara 5 20 kara 3 bo'lib qoladi. Chunki 4 kara 5 20. Izosi 3 ko'paysa 9 9dan 3 chiqib qoladi. 20 kara 3 bo'lib keladi bu yerda. Keyinchi 4 kara 9 36, mana bu plus bo'lgani uchun plus 36 izosti 3. 5 kara 5 25 izosti 3. 5 kara 9 45 bo'ladi, minusdan keladi. Taqsim mahrajimiz ortib turibdi. Keyin endi nima qilaman? Shu gap soddalashtiramiz. Mana bu 20 kara 3 60 bo'ladi. Bu 60 bilan mana 45 soddalashadi. 60 dan 45 topib tashlasak 15. 36 dan 25 topib tashlasak 11 bo'ladi adashmasam. To'g'rimi? 11 izosti 3. Taqsim pastda 6 bo'ladi. Bu tugab. Mana shu yerda to'xtab olamiz. Hamma shuni menimcha irratsionallikda qutqarish. Mana shu holat bo'ladi. Ketdik. 16-misolga o'tib ketamiz. 16-misolimiz da quyidagicha edi misoli. Mana ha. 16 ni birinchini ko'rsatib beray. X minus 2 ning kvadrati tek x minus 2. Diqqat. Tenglamani yeching deganda shartida. Xo'p, bu tenglamani yechish uchun nima qilaman? Mana bu kvadrat bilan qisqarib ketib o'rgatganmanmi? Endi nima bo'ladi? Lekin uni qisqartirganimizda ichida parametr bo'lsa, hurmatli o'quvchilar, parametrik holatda qisqarishlar modulda chiqadi. Tushundiga, mana bunaqa bo'lib qoladi. Va biz buni modulda tenglamalar mavzusida o'tganmiz eslaringda bo'lsa. Bunaqa modulda tenglama kelsa nima qilardik? Ikkita bir xil narsa, bir modulsiz tursa, modulda ichidagini katta yoki teng nol qilib, tengsizlik ishlatib beradi. Tugab mana shunday bo'ladi. Tushunadi? Qolgan kelsa, xuddi shunday tartibda ishlab qo'yaverasizlar. 35 5-sini siqtira olamizmi? Siqtiramiz. 35-misolning 5-si, diqqat. 2 izosti 2 minusdan 3 izosti 32 kvadrat. Bizlarga aytyapti-ku, soddalashtirib bering degan. Buni qanday tartibda soddalashtiraman? Qaranglar, davom ettiraman. 2 izosti 2 minus 3 32 ni men 16 kara 2 deb olsam bo'ladimi? Ne kvadrat? 16 dan necha chiqadi? 4. Bu chiqqan 4 3 ga ko'payib 12 qilib qo'yadi. Demak, 2 izosti 2 ayrilgan 12 izosti 2 ga keladi. Ne kvadrat? Ana endi ildizlarning ichi bir xil bo'lganligi uchun soddalashtirsak bo'ladi. Ya'ni 2 dan 12 ni ayirib tashlaymiz. Minus 10 izosti 2. Ne kvadrat? Diqqat, juft daraja. Mana minus yutadi. 10 ning kvadrati necha bo'ladi endi? 100 bo'ladi. Ana 2 ning kvadrat 4 dan keyin ildiz bo'lganicha 2 chiqib qoladi. Demak, javob 200 bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'ldi, to'g'ri? Doskani ko'chirib olaylik. Xo'p, 13-misolga kelsa, mana shu turibdi. Buni ichkarisi soddalashtirib bo'lmaydi-da. Soddalashtirish imkoniyati juda qiyin. Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak? Ichkarisi soddalashmasa tashlab ketish kerak degan emas-ku.
Nima qilish kerak? Qavs ochib chiqish kerak har biriga. Bir ko'paytirib. Buni qavs ochilganda qanaqa ko'paytiriladi? Ildizga ildiz, kasrga kasr, songa son ko'payib kelaveradi. Tushundingmi menimcha? Misol uchun mana qaranglar. 3 kara 2 necha bo'ladi? 6. 2 taqsim 3 ga ko'payadi. Mana buning 3 taqsim 2si. Tushundingmi? Keyin minus 3 kara 8 necha? 24. 3 taqsim 8 ga nima ko'payadi? 3 taqsim 2 ko'payib keladi. Ya'ni ildizga ildiz, songa son. Tushundingmi? Keyingisi mana. Plus 3 kara 3 9. Ildiz ostida 3 taqsim 2 ga 3 taqsim 2 ko'payib keladi. Mana endi ketib soddalashtirib chiqamiz, qaranglar. Demak, mana bu ikkalasi ketadi, bir qoladi endi. Ya'ni 6 ildiz ostida minus 24 turadi. Ildiz osti 3 kara 3 necha bo'ladi? 9, past esa 16 bo'ladi. Keyingisi plus 9. 3 kara 3 ana buniki. 9, past 2 kara 2 4. Davom ettiramiz. Davom ettirsak chiqib ketadi bizdan qaranglar mana. Birdan bir chiqadi. 6 kara 1 6 minus 24 3 taqsim necha bo'ladi mana bu? 4 16 mana bu. 16 dan 4 chiqadi. Plus 9 tepada 3 pastda 2. Bo'ldi. Hisoblab tashlaymiz. Mana bu 4 4 ga qisqartirsak bu yerda 6. 6 minus 6 kara 3 18 plus 9 kara 3 27 bo'ladi. Surat ko'payib ketdi, pastga ko'paymaydi. 27 taqsim 2. Diqqat. 6 dan 18 aytsak necha bo'ladi? Minus 12 bo'ladi. Ana 27 dan 2 ga bo'lish degani 13,5 degani. Demakchi, musbat 1,5. 12,5 13,5 mayilib kelsa 1,5 deb beradi. To'g'ri? Bu mana shunday holatda qoladi. Xo'p, 4-misolga o'tamiz endi. 4-misolida qanaqa turibdi? Ko'ryapkani? Buni ham xohlasalar bo'lib bersalar bo'laman. 708 yozib olaylik. Bo'ldi, qaranglar. Ko'paytiruv bo'lsa har biriga ko'paytirasan. Bo'lib bo'lsa har biriga bo'lib ochib bersang bo'laveradi shunaqa qilsang ham. Shuniga ketdik, bo'lib beraman. Songa son har ildizga ildiz bo'lib kelaveradi. 7 ga 7 bo'lsa necha bo'ladi? Ben yozmayman. 38 2 ga bo'lsa necha qoladi? 14 7 ga bo'lsak 2, 18 2 ga bo'lsak 9. Hamma tushunibmi? 14 ga 7 2, 18 2 ga bo'lsak shu. Endi plus 0.7 ni 7 ga bo'lsak 0.1 uzr to'g'ri 0.1 12 ni 2 ga bo'lsak izosi 6 qoladi. To'g'rimi? Endi soddalashtirib tashlayman qaranglar. Ana 4 dan necha chiqadi? 2. Ana 9 danchi? 3. 0.1 izosi 6 hech narsa chiqmaydi, shu turish qoladi. Endi 2 minus 6, 2 kere 6 ku. Plus 0.1 izosi 6. 2 dan 6 ni aytsak minus 4. 0.1 izosi 6. Bu mashina qoladi. Hech narsa qilolmaysiz, soddalashib turadi. Emcha hamma tushunadi. To'g'rimi? Yaxshi, keyingi savolga o'tamiz. 42-3-sini. Siqtiramiz bunga yo'q. 45-4-sini-chi? 4-sini siqtirsak bo'ladi. Demak, 45-4-misolni yozamiz menga. 45ning 4-misoli, diqqat. Xo'p, ildiz osti birinchi misolni bitta yozib olaylik-da. X katta 0. Mana shartiga o'xshab chaqirmaydi, просто x noldan katta, ya'ni musbat holat deb e'tiborga oladigan holatda gapiryapti-da. Muhimi mana bu ifodani soddalashtirsak bo'ldi. Muammo emas. Qanday soddalashtiramiz? Diqqat bilan qaranglar. Xo'sh. Mana bu x kubni nima qilsam bo'ladi? X kvadrat ko'paygan x deb yozsam bo'ladi. Plus 36 dan necha chiqadi? 6 chiqadi. 1 taqsim 2 ko'paygan 6, x kubni bunday x kvadrat x deb yozaman. Minus 2x taqsim 3, 9 dan necha chiqadi? 3 chiqadidan izosi x qolib ketadi. Endi davom ettiraman. Xo'sh, mana bu x kvadratdan nima chiqadi? X chiqadi, izosi x qolib ketadi. Mana bu 2 qisqarib ketsa, bu yerda 3 qoladi. Plus 3 x izosi x. Mana bu qara. Qisqardi 3 qoldi, x kvadratda x chiqdi tashqariga. Chiqqandan keyin 3x izosi x bo'lib qoldi. Va minus mana 2 qisqarib ketsa 2 x izosi x. Bo'ldi. Hammasi o'xshash. X izosi x, x izosi x, x izosi x o'tiribdi-ku. Demak, oldidagi sonlarni soddalashtirsak bo'ladi. Mana bu yerda nima bor? Hech narsa bo'lsa 1. 1 ga 3 bo'lsak 4. 4 dan 2 ni aytsak 2 x izosi x deb bunday tarzda yozib qo'ysak bo'laveradi. Nechun tushunarli bo'ldi. Marhamat, doskam yozib olaylik.
Hop, boshlaymiz. 42-misolning 3-si. Hop. Demak, har birini o'ymaxraj bermaysan, har birini erasanatda farq qilsan dadasizlar, to'g'rimi? Demak, boshlaymiz. 3 izosi 7 plusini ko'paytira olaman. Sababi maxraj nima turibdi? Minus turganligi uchun suratga uni plusini ko'paytiramiz. Endi bu-chi izosi 7 minusini ko'paytiraman, to'g'rimi? Izosi 7 plus turibdi-da, chunki pastda. Shuni minusini ko'paytira olamiz. Bu orqada mana bunisi turibdi. Teng, diqqat. Mana endi maxrajimiz nima bo'ladi? Mana kvadrat 49 dan 7 chiqadi, buniki 4 bo'ladi, qoladi. Va 3 mana bu izosi 7 plus 2 turaveradi. Minus 2 izosi 7 minus 3 maxraji mana bu ham formula. Mod kvadrat 49 dan 7 chiqadi. Mana 9 bo'ladi. Minus izosi 7. Teng. Diqqat. 7 dan 4 ayirsak necha bo'ladi? 3 bo'ladi. Bu 3 bilan bu 3 ketib qoladi. 7 dan 9 ayirsak necha bo'ladi? Minus 2 bo'ladi. Va minus 2 bilan 2 qisqarsa minus bo'lganligi uchun mana plus qilib qo'yadi, to'g'rimi? Va izosi 7 plus 2, mana bu plus bo'ladi-dan, izosi 7 minus 3 minus 2 izosi 7. Qarang tushundik. Tushundingmi menimcha? Endi diqqat bilan qaranglar. Izosi 7 ga mana izosi 7 ni qo'shsak, 2 ta izosi 7 bo'ladi. Diqqat. 2 dan 3 ta ayirib tashlasak minus 1. Va orqada izosi 7 turibdi. Mana ikkovi qarama-qarshi bo'lgancha qisqarib ketadi. Umumiy natijamiz minus 1 ga teng bo'ladi. Menimcha hamma tushundi. Shu bilan tahlilimizni yakunlasak bo'ladi. Doskafga ko'chirib olasizlar.